Sardoba, Oqoltin va Mirzobod tumanlarida suv toshqinidan zarar ko'rgan 24 ta mahallada bugun keng ko'lamdagi qurilish va bunyodkorlik ishlari olib borilmoqda. Yurtimizning turli burchaklaridan kelayotgan insonparvarlik yuklarining keti uzilmayapti. Aytish kerakki, pandemiya va texnogen ofat xalqimizning jipsligini, boshqa musibat tushganda bir-birini qo'llab-quvvatlashini, qanchalik bag'ri kengligini yana bir karra namoyish etdi. E'tiborli jihati, mehr-muruvvat karvonlari nafaqat yurtimizdagi saxovatpesha insonlar, balki atrofimizdagi davlatlardan ham yuborilishi sirdaryoliklarning kuchiga kuch, g'ayratiga shijoat bag'ishlamoqda. Bunda esa katta hikmat bor aslida. O'zbekistonning ochiq siyosati, xalqparvarligi, mehri daryo insonlarining ko'pligi minglab chaqirim uzoqlarda ham aks sado berib, ko'p bora e'tirof etilmoqda. Bu e'tiroflarning mevasi sifatida Yangiyer temir yo'l stansiyasiga Qirg'izistondan 17 vagon insonparvarlik yuklarining kirib kelishi sirdaryoliklarning ko'nglini tog'dek ko'tardi. Qirg'iziston elining qardosh O'zbekiston elini deb yozilgan mana bu poyezd hozirgina Yangiyer stansiyasiga kirib keldi. Ikki xalqning ramziy do'stligini anglatuvchi ushbu vagonlarda 1000 tonnaga yaqin qurilish materiallari, 100 tonna guruch va 10 tonna moy olib kelindi. Ushbu insonparvarlik yordami Sardoba suv omboridan aziyat chekkan fuqarolarimizga bugunning o'zida yetkaziladigan bo'ldi. Et bilan tirnoqni ajratib bo'lmagandek, tili, dini, madaniyati bir-biriga yaqin ikki qardosh xalqning do'stligi ana shunday kunlarda yanada yorqinroq bilinadi. Hurmatli Sardoba biz O'zbekistonliklar, shaxsan Sirdaryo viloyati butun jamoatchiligi hurmatli rahmat aytadi. Sizlarga mana shunday do'stimiz, bitta daryodan suv ichamiz, dinimiz bir, tilimiz bir. Mana keyingi paytlarda butun jamiyat oldida muhtaram prezidentimiz ayniqsa qo'shnilarimiz bilan ochiqlik siyosatini olib borayotganligi, baribir o'zbeklarda bir yaxshi maqol bor. Uzoqdagi qarindoshingdan deydi, yaqindagi qo'shning yaxshi deydi. Yoki emas, gilam sotsang ham qo'shningga sot, o'zing bir kun bir chekkasida o'tirasan deydi. Shuning uchun Ibrohim aka, doim salomat bo'linglar. Bizning nomimizdan mana shu Qirg'iz xalqiga, Qirg'iz eliga, butun sirdaryoliklar nomidan hammamiz tashakkur bildiramiz. Mana shunday boshimizga bir tashvishli, sinovli kunlar tushdi. Albatta sizlardek do'stlar bilan, sizlardek qardoshlar bilan biz albatta bu narsani yengib o'tamiz. Birinchidan, mana shunday bo'lib o'tgan voqealarga qarabasdan tuni kuni 24 soat bo'yi ishlab o'tasizlar. Bizning prezidentimiz Sooronbay Sharipov bilan O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromonovich telefon bilan сөйлешкенден keyin ertesi gün ele shunday komanda bo'ldi. O'zbek tuğanlarımızga Qirg'iz tuğanlarının atынан, Qirg'izstandықтардың atынан ушул гуманитардык жардам жеткирүү тапшырмасы коюлду. Бүгүн ушул жерде 17 вагон келип отурат Кыргызстандан Өзбек туğanlarımızga. Бул жерде цемент азыр сиздерге абдан керектүү болуп атат. Продукты питания 2 вагон, 15 вагон цемент, 2 вагон продукты питаниялар келишти. Элде тынчылык болсун, аманчылык болсун. Азыр эле өзүңүз айткандай, биздин тарыхыбыз бир. Биздин улутубуздун сөзүбүз, динибиз, өзүңүз айткандай барсак базарыбыз бир, өлсөк мазарыбыз бир. Biz Kırgızistan'ın halkı Özbekistan'a gelgen, Sırdaryaga gelgen, uşul alamatı özünün alamatını da sezdi. Eldir bardı gıcılat aldı, eldir bardı gıcılat oldu. İki eldin dostluğu akırkı 3-4 yıl içinde Murdağa qaraganda dağı en жақсы tepkişlerge götürüldü, en жақсы nesillerge çıktı. Bundan keyin dağı biz жақсы nesillerge katlaşaylı. Bu yerde su alıp ketken kışlaklardı, abat kışlak bolğandарын göreyli. Oşularga yetişeyli, oşulardı göreyli bardınız. Talafot ko'rgan hududlarning oqsoqollari ham kelib, qardosh Qirg'iz xalqining bunday yuksak saxovatpeshaligiga tasannolar aytishdi. Ko'p ming sonli sirdaryoliklar nomidan alohida minnatdorchilik izhor etishdi. Bizning sirdaryoliklarga, sardobaliklarga bo'lgan mehr muhabbatini, ularni birdamligini sezayapmiz. Hamma joylardan yordamlar kelyapti. Bunaqasini hali tarixda biz ko'rganimiz yo'q. Shuning uchun avvalambor mana shu Qirg'iz birodarlarimizga katta rahmatki, mana shunchalik e'tibor qilib, bizlarga shunday qiynalib qoldi, shularga bir yordam beraylik deb yuborishibdi. 1000 bo'lsin. Katta rahmat Qirg'iz do'stlarga. Bizning o'zimizda ham do'stlarimiz bor Qirg'izlardan. Lekin bu kelishi, mana buni kelishi juda katta gap.
Prezidentlaringizga katta rahmat. Shunchalik e'tibor beribdi, shunchalik bizlarga yordam berishga harakat qilibdi. Biz albatta bu narsani esdan chiqarmaymiz. 1110 tonna insonparvarlik yuklari talafotdan aziyat chekkan yurtdoshlarimizning uy joylarini tiklash, oziq-ovqat bilan ta'minlash uchun joylardagi markazlarga yetkazib berilib, teng taqsimlanadi.